Yaxshiyam shu Instagram bor, ko'p yaxshi narsalarni odamlarga tavsiya qiladi. Agar shu psixologni oldilariga kelmaganimda, butun boshli auditoriyamdan voz kechib yuborardim. Yo'q, endi faqat oldinga qarab intilaman. Doim nimaga qora ko'ylak kiyasiz? Yaxshilik ko'rsatilmaydi. Boshqa kiyimingiz yo'qmi? Charchab ketdim. Nima qilsam ham bu odamlarga yoqmas ekanda. Bunaqada Instagramdan butunlay chiqib ketamanmi nima? Hattoki xiyonat qiladigan erkak ham siz va sizning bu psixolog nima deyapti? Buni o'zgartirish uchun juda ham zo'r gaplarni gapiradigan psixolog ekanda. Bir borib ko'rsam ekan. Zo'r odamlarning negativiga nisbatan be'tibor bo'lsam, shunaqa qilaman. Sizda ham ruhiy tushkunlik, depressiya, er-xotin munosabatlarida tushunmovchilik, oila a'zolari bilan kelishmovchilik kabi muammolar uchrayaptimi? Qanday yo'l tutishni bilmasdan qiynalyapsizmi? Unda sizga 10 yillik tajribaga ega, o'z ishining mutaxassisi, oliy ma'lumotli tajribali psixolog Nasiba xonim yordam beradilar. Siz qabullarda turli xildagi kurslar, maslahatlar va mix terapiyasidan ham foydalanishingiz mumkin. Hayot sinovlariga kulib qaramoqchi bo'lsangiz, albatta Nasiba xonimga murojaat qiling.